Jahon futboliga bitta Barselona kerak, shart deb o'ylayman. Rodri o'tsa ham Barselonaga o'tish kerak edi. Hozir ko'pgina Real muxlislari xafa bo'layotgan bo'lishlari mumkin. Nima uchun biz olsak bo'lardi boshqa? Shaxsan men o'zi Rodri Realga o'tadi deganda ajablangandim. Balki o'zi yarashadigan futbolchilar bo'ladi. Mana Ferran PSJni xohladi. PSG bosh murabbiyi Luis Enrique o'zining sobiq kuyovini xohladi. Demak, PSJda ko'ryapti uning kelajagini. Mana shunaqa xohlab o'tiladi-yu. Alvares ham shu tomondan baribir kichik isyon qilib bo'lsa ham, Rabbi bilan gaplashib bo'lsa ham, Barselonaga oxirgi soniyalarda o'tib ketadimi deb o'ylayapman. Agar o'tadigan bo'lsa, hujum chizig'idagi nuqta ham nisbatan yopiladi. Ha, Julian Alvares sof hujumchi emas, lekin hozir Julian Alvaresga o'xshagan futbolchi ham yo'q-da. Tarkib mana Cancelo bilan ancha yana kuchaydi, qanotlardan tezroq hujum tashkil etiladi, markazni ham yaxshilab oladi va darvozaboni bor. Barselona o'zining uslubida davom etadi va o'zining uslubida davom etgani ma'qul, chunki futbolda bitta shunaqa haddan tashqari yuqorida o'ynaydigan, hech qanaqa boshqa uslubni tan olmaydigan klub kerak. Moslashuvchan jamoalar o'zi tiqilib yotibdi. Yetarli. Shuning uchun jahon futboliga bitta Barselona kerak, shart deb o'ylayman. Top darajadagi mana shunaqa raqobat taklif etadigan. 12, lekin Barselonaning asl maqsadi baribir Chempionlar Ligasi. Barselona uchun Chempionlar Ligasi bu hayot-mamot masalasiga aylanib qoldi. Agar Barsa yana Chempionlar Ligasini yutmaydigan bo'lsa, boshqa top klublardan ko'ra uzoqlashib ketyapti-da, olmagan davri bilan 15. Va har doim muxlislari Chempionlar Ligasini kutishadi. La Ligani yutish endi bu juda oson ishga aylanib qoldi Barsa uchun. Ispaniya Super Kubogini yutish, Ispaniya Kubogini yutish ham unaqa qiyin ish emas. Barsa yutib turadi. Baribir Flick davrida ham, undan oldin ham qildi. Ammo Chempionlar Ligasi degan tamg'a uni qiynayapti va asosiy fokusni mana shu transferlardan xulosa qiladigan bo'lsak, Chempionlar Ligasiga qaratyapti Barselona.